Balonchikda kraska sepganni nima asorati mana? Plyonkaning ovomi mana. Osongina mana bunaqa joylarini, poslisini ko'rsatadi. Eng qiyin joylarini ko'rsatishmaydi. Qiyin joyi deganimda mana buni o'ralari, mana buni ichlari, buni ham qiynagan ish. Mana shu Captiva'ning orqa sidenasiniki. Mana bunda turadi kirishga. Bu yechdim. Chunki ichiga kir bo'yotganidan keyin ichini yuvish kerak edi. Mana bunda turuvdi. Buni ham yechdim. Ahvol. Ko'nglimga chiqyapti boran, haqiqatan maza qilasiz, bitta ish qilsangiz, xuddi shunaqa bo'lyapti. Yaxshi. Xudo xolasa mana teylarigacha yuvildi. Boya ko'rsatdim-ku, qanaqa chiqqanini. Plastmasalar joyiga taqildi o'zi. O'tga maydi. Mana zo'r oladi. Bo'lsa mana bunaqa bilan kechasi 1:30 gacha ishlanman. Nechta sidenasi bor buni? Shuncha sidenani yuvishga bir kamida 4 soat, 5 soatdan shu vaqtim ketdi-da. Detalni ahamiyat beradigan joyi yana. Bankratlar, ключlari, arqonlari, hammasini yuvilyapti. Turmashga narsa ulagan. Kimchiski qilishim kerak. Qarasam ahvol 15 minut vaqtim ketdi, lekin ko'nglimda ish bo'ldi-da. Yomon g'ashim keldi mana shu narsaga. O'zim mani ishim emas, to'g'ri.